Guvohi bo'lganingizdek, onajonlarimiz ishtiroklarida chiroyli marosimlarni o'tkazib oldik, esda qolarli jarayonlarni o'tkazib oldik va hozir davramizda yana bir inson ishtirok etyapti. Bugungi kunning eng asosiy mezbonlaridan, eng asosiy tashkilotchilaridan biri, ya'niki kuyovimizni padarabuzukvorlari, otajonlari Umar akamizni hozir davramiz markaziga taklif qilamiz. Umar aka, marhamat, davramizning markaziy qismiga bir necha daqiqalarga tashrif buyurasiz. Kuyovimizni, otajonlarini davramizga chorlamoqdamiz va bevosita ulardan ham farzandlariga atalgan og'iz samimiy niyatlarni guvohi bo'lsak, nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Umar akamizni davramiz markaziga, sahnamiz markaziga, mikrofonlarimizni aynan yoniga taklif qilgan bo'lardik, chorlab qolgan bo'lardik. Zeroki tantanamizni eng asosiy mezboni, eng asosiy tashkilotchisi kuyovimizni aziz otajonlari, marhamat. Va albatta bugungi kunni takrorlanmas jarayonlarni, esda qolarli marosimlarini va albatta eng go'zal lahzalarini bevosita ota-onalarimiz ishtirokida o'tkazsak ajoyib bo'lardi. Umar akamizni demak davramiz markaziga chorlamoqdamiz. Bugungi kunning eng asosiy mehmoni va albatta kuyovimizni otajonlari, marhamat. Demakki tantanamizning eng asosiy tashkilotchisi davramiz markaziga tashrif buyurmoqdalar. Nazarimizda va sanoqli daqiqalar ichida, sanoqli soniyalar ichida ular bugungi kunning markaziy qismida, ya'niki davramizning markaziy qismida mikrofonlarimizni qarshisida bo'ladilar va o'z farzandlariga to'g'ridan-to'g'ri chiroyli tabriklarni yo'llash baxtiga musharraf bo'ladilar. Umar aka, keling, marhamat, davramiz markazi sizga muntazir bo'ladi. Demak, kuyovimizni amakijonlaridan chiroyli tabriklarni bir necha daqiqalar davomida tinglaymiz va albatta navbati kelganida, vaqti kelganida Umar akamizni ham ishtiroklardagi go'zal jarayonlarga start berish arafasida bo'lamiz. Demak, hurmatli kuyovimizni amakijonlari davramizda ishtirok etyaptilar. Assalomu alaykum. To'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Hurmatli mehmonlar, mana shu kun kelin kuyovimizni mana shunday baxtli shodiyona kunlariga kelib, hammalari jamul-jam bo'lib o'tirganlari uchun sizlarga behad minnatdorchilik bildiramiz. Mana shu yoshlarimizni kelajagini porloq qilsin. Ovali, juvali, baxtli, taxtli, ser davlat, ser farzand, solih oilalardan bo'lishga Allohdan so'rab qolamiz. Kelgusi yillar Xudo xohlasa ularni mana beshik to'ylariga ham mana shunday jamul-jam bo'lib o'tirishini Alloh hammamizga nasib aylasin. Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah, bi rahmatga ya rahmat. Rahmat, sizga ham minnatdorchilik izhor etamiz. Kuyovimiz amakijonlardan chiroyli tabriklarni guvohi bo'ldik va ana endi azizlar, demak, yana bir bora kutilgan onlar yetib keldi. Shunday ekan, davramizda qolib ishtirok etayotgan yaqinlarni, qadrdonlarni, do'stlarni, bir so'z bilan aytganda o'zimiznikilarni yana bir bora davramiz markaziga chiroyli raqslarga, esda qolarli taronalarga, go'zal raqslarga takroran taklif qilgan bo'lar edik va to'y bu ajoyib taronalar bilan go'zal bo'ladi. Diqqat markazingizda, sahnamiz markazida xushovoz xonandamiz, serqirra ijodkor G'olibjon aka Shamolov yana bir bor kuylaydilar. Marhamat. آواز برارت بلبل مثال رحم ندارد بگو کی مثال آلوچه گلی بادم تو کلی نکی دادم دادم شینه چای خوره تو چای زکی دادم آلوچه گلی بادم تو کلی نکی دادم دادم شینه چای خوره تو چای زکی دادم چشمی تو گوخه ایفارت انبر تو زیبایی من بهترین دختر من خمیدیم
ابروی سیاه یار بیا بیا آنو چه گلی بادم تو کلی نکی دادم شینه چای خوره تو چار زکی دادمه آنو چه گلی بادم تو کلی نکی دادم شینه چای خوره تو چار زکی دادمه Yorginam ve misali asalları Tam adretlerden asalları Yokadı yüreğimge Kitadı kesalları Salamım birse irgene vay vay Yokadı şu işleri Yakıda bağrın tilgene vay vay Sen çıkalar nişlerin Ah eğleneyin Çakıp olsa hammayın Bana şirin nasalarım Ah nitayın Sevemene sevgen sayın Bana şirin nasalarım Etrafımda pervane doladı Etibarımdan bakka toladı Labida tilida asalım Sevişimni biladi Hazırım yokmay qolsa gar voy voy Qovoqlarim uyar Kayfiyati yomon bo'lsa gar voy voy Birdan chaqib qo'yar Aylanayın Çakıp olsa hammayın Bana şirin nasalarım Ah nitayın Sevemeni sevgen sayın Bana şirin nasalarım
سیاه امک وچه دنیا سن داغی من سیاه امک وچه سن قدم جملی دریا جا فامه سن قدم جملی دریا جا فامه جان چیلیم نتاد gelmeydim Bu kecan da sana tat gelmeydim Aga can çilimem kurban mekuna Aga can çilimem kurban mekuna Bu kecan çilim tat gelmeydim Bu kecan da sana çok gelmeydim
sarımıza, hadi sarımıza, hadi sarımıza, zülfü tamamı. Şu şanlısı, vay bu şansı, şansı bondu canım yapayım de. Hakkı bana de, hakkı bana de, yüzü gözü tutalım, bana bana de. Hakkı bana de, hakkı bana de, yüzü gözü tutalım, bana bana de. Hadi sarımıza, hadi sarımıza, hadi sarımıza, zülfü yamanı. Şu saldı şu, vay bu şanşı, şanşı bondu canım yapayım de. Hakkı bana de, hakkı bana de, yüzü gözü tutalım, bana bana de. Hakkı bana de, yüzü gözü tutalım, bana bana de.
açar derazeni Sen vurup oy nurunda gezersen gel günlerde Şurada kara sevya yıldızlar Üstünden açaraklar Osman Paydo bular gözümde yaşlar Lekin günler kaytmaz yaşayacağım Eskigen bu senin kış günleri Son şamallar uçurar korları Şu günde biz tanıştık Ve birga buluşni xohlar edik Eskigen bu senin kış günleri Soğuk şamallar uçurar korları Şu günde biz tanıştık Ve birga buluşni xohlar edik Sevganim yok dünyada Senden o'zga Boshqa qizlar ko'rinmas Mening ko'zimga Lekin sen istaysan Yolg'iz bo'lishni Tunni ham, kunni ham Bir o'zing kutishni Oh mening malikam Oh mening malikam Mening malikam Mening malikam Yok Meni yuragim notinch Negaki keldi bahor Qalblarda to'ldi sog'inch Sevgimni qilar xumor Nega seni ko'zlaring Nega befarq qaraydi Nega seni yuraging Menga hech ishonmaydi Erkalab gullerim Aytchi sen gulmasmiding Har kuni soy bo'yida Kanim bilmasmiding Yo boshqasini topdingmi Yoki uni sevdingmi Nechun meni qiynaysan Sirlaringni aytmaysan Ey gulim Дари тешимся нам секрет Без повода и без причины Ведь многого не надо Чтобы быть счастливой Дари тешимся нам секрет Без повода и без причины Ведь многого не надо Чтобы быть счастливой Я подарю вам ландыши Ландыши от души Я подарю вам лили Желтые, красные, синие Я подарю вам ромашки И айгурки, и наташки Я подарю вам все цветы Навсегда все цветы Дарите женщинам цветы Без повода и без причины Ведь многого не надо Чтобы быть счастливой Дарите женщинам цветы Без повода и без причины Ведь многого не надо Чтобы быть счастливой Я подарю тебе розы Розы и мимозы Я подарю тулипаны Милые аутамы Я подарю тебе пионы Пионы, миллионы Я подарю тебе жасмины Без повода и без причины
xonadonlari bilan kelinimiz jiyanlari bor ekan, marhamat. Ali do'stimizga berarkan. Rahmat, yana bir bora G'olibjon Jamolovga minnatdorchilik izhor etamiz. Raqsbob taronalar ketma-ketligi uchun tashakkur. Ana endi azizlar, aynan bugungi oqshomni chiroyli marosimlar bilan davom ettirgan bo'lardik. Ayni fursatlarda xonadon malikasi bo'lmish kelinimizni ukajonlari hamda singiljonlari ularni maxsus taronalar og'ush ostida kelin-kuyovlarimizni taxt-ravonlariga to'g'ridan-to'g'ri tashrif buyurgan holda o'z opajonlariga taqdim ettiriladigan maxsus surprizlarni, chiroyli guldastalarni ajoyib taronalar bilan birgalikda taqdim qilishadi, topshirishadi. Marhamat. Assalomu alaykum. Bugungi davramizning asosiy sababchilari. Mana bugungi davramizning asosiy sababchilari Asliddin pochcham va Farangiz opamlardir. Ularga doim baxt hamroh bo'lishini, mana men baxtliman deganlar baxtlarga havas qilishini tilakdoshiman. Oqqush kabi misoli parvozlarga shaylangan, ertaklarga malikaga aylangan, sultoniga kelin bo'lib shaylangan. Opajonim, qutlay bugun to'yingiz, pochchajonim, tillo bo'lsin o'yingiz. Pochajon, sizlarga to'ylaringiz muborak. Sizlarga baxt tilayman. Marhamat. Maxsus musiqiy taronalar og'ushi ostida, demak, kelinimizni singiljonlari bilan ukajonlari maxsus hadiyalarni, chiroyli guldastalarni taqdim qilishadi. Shirin boshqacha tashlanadi qaramagan ko'zgacha. Mana bitta erka uka, seni ko'rsam qolmaydi g'am. Boquvchisi otamni ham onam. Mana bitta opam, jonim jon opam, uyimizni malikasi xon opam. Qizg'onaman sovchidanam, kuyov degan ovchidanam. O'rikdingiz man bossangiz har qadam, har qadam. Jonim ukam, jon ukam, yaxshiyam sen bor ukam. Otam onam umidi faqat senda bor ukam. Jonim opam, jon opam, baxtimizga bor opam. Dadamni eriga qizi mandanam, mandanam. Onamdayin mehribonim bittasiz, erkasiz. Xato qilsam yonim olar, jigarim yonimda siz. Mana bitta erka ukam, seni ko'rsam qolmaydi g'am. Boquvchisi otamni ham onam, onam. Jonim ukam, jon ukam, yaxshiyam sen bor ukam. Otam onam umidi faqat senda bor ukam. Jonim opam, jon opam, baxtimizga bor opam. Dadamni eriga qizi mandanam, mandanam. Vaqti keldi do'stlar, o'ynang endi. Kelin farishtadek nur sochib keldi. Hamma bo'lib, hamma to'yga endi. Kelin farishtadek nur sochib keldi. It's not stop, yo. Wave your hands, yo. Yeah, come on. I mean, to the beat, yo. Come on, y'all. Body rock, yo. Yeah, come on. Mahallada dudu gap kelibdi sovchilar, ko'cha
Bravo, ajoyib, nihoyatda go'zal. Demak, kelinimizni dugonajonlari tomonidan tayyorlangan maxsus chiqishlarga minnatdorchilik izhor etamiz. Menimcha, ushbu maxsus chiqishlar yillar davomida repetitsiya qilingan. Buning isboti sifatida ushbu qo'shiq 5 daqiqa oldin to'satdan topilganini ham aytishga ijozat berasizlar. Bevosita bugungi tantanamizni yorqin jarayonlarida ana endi kuyovimizni do'stlari ham davramizda ishtirok etishyapti va kuyovimizni barcha do'stlarini, yaqinlarini, qadrdonlarini ana endi birgalikda davramizga tashrif buyurishlarini iltimos qilamiz. Marhamat. Asliddin akamizni do'stlari, yaqinlari, qadrdonlari, sinfdoshlari, barcha do'stlari, yaqinlarini davramizda birgalikda ko'rishdan nihoyatda xursand bo'lamiz va albatta hozir do'stlarning ishtiroklarida ham chiroyli jarayonlarni davom ettirgan bo'lardik. Zero bir necha daqiqalar avval kelinimizni dugonajonlarining ishtiroklarida maxsus jarayonlar bo'ldi. Hozir kuyovimizni do'stlariga endilikda navbat yetib keldi. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Marhamat. Demak, barcha do'stlarni davramizga chorlaymiz. Hammalarini nihoyatda esda qolarli tabriklar, nihoyatda unutilmas tilaklarni o'z do'stingizga birin-ketirlikda yo'llab qo'yasizlar. Kimdan boshlaymiz? Marhamat. Mana sindoshimiz Asliddinning to'yi ekan. Xushga qarsin, baxtli bo'lsin. Kelasi yil beshik to'ylariga xizmat qilishga nasib etsin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Aslbek og'aynimizni tabriklaymiz. Iloyim baxtli bo'lsin, beshik to'ylari boraylik. Og'aynijon baxtli bo'l. Tabriklayman. Aziz jigarim, assalomu alaykum hammaga. Kelgan davrida turgan mehmonlarga. Jigarim, tabriklayman. Eng yomon kuni shunday bo'lsin og'ayni, battar bo'lgan. Hazillashibdi. Baxtli bo'l jigar. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu nikoh oqshomiga yig'ilgan mehmonlar, do'stim Asliddin bugungi baxtli oqshomi bilan tabriklayman. Iloyim kelinimiz bilan qo'sha qari, baxtli, saodatli bu. Xullas, nima deymiz? Kelasi yil mana shu paytlar beshik to'yga xizmat qilaylik. Mana shu do'stlarimiz davrasi kengayursin. Xo'p, nima deymiz? Og'ayn baxt tilaymiz, sog'lik tilaymiz. Rahmat. Ana endi davramizni tark etmay turasizlar. Asliddin aka, endi bitta iltimosimiz bor. Keling, bir necha daqiqalarga biz yonimizga tashrif buyurishingizni iltimos qilamiz. Yolg'iz o'zingiz, marhamat, do'stlarni qatoriga, yaqinlarni qatoriga. Mana ajoyib. Nihoyatda ajoyib bo'lyapti hozir. Bugungi oqshomning eng esda qoladigan daqiqalari kuzatiladi hozir bir necha daqiqalarda. Asliddin aka, avvalo tabriklaymiz, baxtli bo'ling aka. Sizni chin ma'noda omadli inson desak mubolag'a bo'lmaydi. Sababi bunaqa do'stlarni, bunaqa qadrdonlarni barchaga ham nasib qilavermaydi. Mana shunaqa do'stlaringiz borligi sizni omadingiz. Va hozir do'stlarni nomidan kuyovimizga atalgan bir qo'shiq bor. Aynan mana shu qo'shiqni bugungi tantanamizning mezbon ijodkori G'olibjon aka Jamolov jonli ijroda taqdim qiladilar. Marhamat. Kuyov bola uchun maxsus keling kuyov bola. To'ylar yaxshi kunlar muborak bo'lsin, baxtli bo'ling. Kecha ozod qush eding. Kecha ozod qush eding. Jo'ralar bilan doim bekor bo'sh eding. Bo'y qizlarga tush eding, bo'ydonliging yaxshi edi. Bo'y qizlarga tush eding, bo'ydonliging yaxshi edi. Ko'klardan yerga tushding, ro'zg'or ola xurjunini qushding. Kuyov bola tushsang ham yomoniga qo'lga tushding. Bo'ydonliging yaxshi edi. Bo'ydonliging yaxshi edi. Har nimani xohlovchi yo'q edi sendek ovchi. Yana kuyov bola ovchi deganga qushlar emas, qizlarni bo'ladi. Har nimani xohlovchi yo'q edi sendek ovchi. Mana shu jo'ralar bilan kechasi nechta kelsang ham yo'q edi bugundan boshlab oldingda turgan tergovchi. Bo'ydonliging yaxshi edi. Bo'ydonliging yaxshi edi. Ertadan boshlab uylandim deb unutmay jo'ralarni. Uylandim deb
yotvormay jo'ralarni chayxonayu yog'li palov to'ralarni endi ertadan chiqib turasiz bilan oldi endi tepib o'tmang to'yda xizmat qilgan endi chopib yubormang to'yda xizmat qilgan jo'ralarni pulluq bo'lsin kuyov bola pulluq bo'lsin pulluq bo'lsin kuyov bola pulluq bo'lsin pulluq bo'lsin kuyov bola pulluq bo'lsin pulluq bo'lsin asli kuyov pulluq bo'lsin Xudo xolasa bir yildan keyin xizmat qilaylik Hasan Husan to'ylarida xizmat qilaylik Hasan Husan to'ylarida pulluq bo'lsin kuyov bola pulluq bo'lsin 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 ko'chalarda nashani chakib yurardim jon qizlarga o'zim juda yoqardi so'ng kelganda diska deganlarda yurardim oh onajon shunday ekan o'g'lingiz taqdiri ko'chalarda nashani chakib yurardim jon qizlarga o'zim juda yoqardi so'ng kelganda diska deganlarda yurardim Dolia,
do'ladan sarishma so'ladan uzoq yurti yo'ldan yo'lda ishlar bo'ladan dardana bergular sarishma so'ladan uzoq yurti yo'ldan yo'lda ishlar bo'ladan adil aybiz bizlar dillaymiz anasini o'tarmas anani maqlaymiz adil aybiz bizlar dillaymiz anasini o'tarmas anani maqlaymiz
Asliddin xonadonida kalla to'ylar bo'lsin. Kelib qilaylik xizmat. Rahmat. Ana endi hozir azizlar, bugungi tantanamizda chiroyli jarayonlar davom etadi. Hozir davramizda bugungi to'y oqshomi uchun Andijondan tashrif buyurgan mehmonlarimiz ham ishtirok etishyapti. Shunday ekan, Roygul onamizni hamda Nasibaxon onajonimizni birgalikda davramizga tashrif buyurishlarini iltimos qilamiz. Ya'niki to'y boshlarimizni bevosita talablariga binoan marhamat Andijondan tashrif buyurgan aziz mehmonlarimiz, kelinimizni yaqinlari nomidan, yaqin insonlari nomidan hurmatli bu jonlarimiz, hurmatli onajonlarimiz davramiz markaziga tashrif buyurish sharafasida bo'ladilar. Roygul onajonimizni hamda Nasibaxon onajonimizni davramizga taklif qilmoqdamiz. Marhamat. Demak, yuqorida ismlari ta'kidlab o'tilgan aziz mehmonlarimiz davramiz markaziga tashrif buyurgan holda ikki og'iz so'zlarini, samimiy tilaklarini yo'llashadi, bildirishadi. Undan so'ng do'stlarni ham menimcha musiqiy tabriklari tayyor holatga, shay holatga keltirilmoqda nazarimizda. Va albatta aziz onajonimiz davramizga tashrif buyurmoqdalar. Uzoq kutilgan tabriklarni yo'llash maqsadida, bildirish maqsadida, taqdim ettirish maqsadida. Marhamat, keling. Davramiz markazi sizga muntazir bo'ladi. Bugungi kunni barcha mehmonlarini, yaqinlarini, qadrdonlarini, ishtirokchilarini guvohligi ostida o'zingizni eng qaynoq niyatlaringizni yo'llab qo'yasizlar birin-ketinlikda. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. To'ylar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum onajon, siz ham xush kelibsiz. To'ylar muborak bo'lsin. Yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Chiroyli niyatlaringizni endi nabiralar tomon, ya'niki kelin-kuyovlarimiz tomon yo'llab qo'yamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Davramiz ahli. Mana bugun hammamiz birgalikda o'tirar ekanmiz. Bularning sababchisi kuyovimiz Asliddinjon bilan nevaram Farangizjon. Allohim umrlaring uzoq bo'lsin, rizqlaring butun bo'lsin, tanijonlaring sog'lom bo'lsin. Qo'shganlaring bilan qo'shchaqari baxtli, rizqli bo'lib, baxtli, taxtli, rizqli, ro'zli umrlaring uzoq, sog'lom bo'lib, yaxshi oila quruvchi arzanda kelin-kuyovlar bo'lishlaring nasib etsin. Ikki tomon ham ota-onalaring sizlarning kamollaringni ko'rsin. Aqlli keyingi yillarga nasib bo'lsa buyurish bilan beshik berib beshik olaylik. Ikki tomon xudandalar.
borish kelishlik izzat hurmatlik bo'lsin. Mana shu yerga o'tirgan hammalaringga sog'lik tilayman. Allohim mana bu to'yxonaga xizmat qilib yurganlarga, mana Bekramona ashulachi hammalaringga katta rahmat aytaman. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Olam bor. Yo'lishil akam bilan Halima xonayami, Hoji ona, Hoji bobolarni eslamaslikda iloji yo'q. Balkim ularning ruhlari mana shu to'yxonada nabiralarini to'ylarini ko'rish uchun charq urib aylanib yurgan bo'lsa, ne ajab. Assalomu alaykum aziz 2 yoshlar. Baxtli bo'linglar, o'zlaringdan ko'payinglar. Yangi shu kunlarga sog' salomat biz ham Andijondan beshiy to'ylarga kelishlik nasib qilsin. Rahmat. Sizlarga ham minnatdorchilik bildiramiz. Chiroyli niyatlar uchun tashakkur, samimiy tabriklar uchun rahmat. Demak, sizlarni hozirchalik mehmonlarimiz davrasiga taklif qilamiz. Chiroyli taronalar taqdim etilganda ajoyib raqslarni ham davom ettiramiz. Samimiy tilaklarni davomi sifatida. Rahmat. Minnatdorchilik izhor etamiz va ana endi aytishlar, kuyovimizni do'stlari menimcha nafaslarni rostlab olishdi va ular tayyor holatda nazarimizda. Shunday ekan, ularni ham talablariga binoan maxsus musiqiy tarona hozir ijrosi bilan ta'minlanish arafasida bo'ladi. Demak, kuyovimizni do'stlarini talablariga binoan maxsus taronani ular uchun ijrosi bilan ta'minlash arafasidamiz va maxsus tarona og'ushi ostida do'stlar birgalikda kelin-kuyovlarimizni taxtiravonlari tomon yurib borishadi. Tayyormizmi? Marhamat. Bugungi oqshomning qirol va qirolichalarini taxtiravonlardagi sevgi ramzi, muhabbat ramzi bo'lmish shirinliklarni shohi hisoblanmish shirindan shakar tortlarimizni aynan ularning maxsus stollariga qo'yib berasiz va restoran ma'muriyati tomonidan taqdim qilingan maxsus pichoqlar yordamida ular ushbu baxt shirinligiga ilk kesmalarni tushirishadi va bu bilan o'zlarini chiroyli hamda baxtli hayotlariga ham debochani boshlagan bo'ladilar. Niyat qilamizki, aynan kelin-kuyovlarimizning bir-birlariga bo'lgan sevgi va muhabbatlari ham kesilayotgan tortning har bir bo'lagi singari yildan yilga kuchayib borishligini tilab qolamiz. Siz iztirobim, siz shirin dardim, siz shirin azobim, siz mening ko'klardan topgan oftobim.
yerlarda yo'qotgan ko'zmunchoqimsiz. Yodimda kechagi kulishlaringiz, ko'ksimni kuydirgan kipriklaringiz. Siz o'sha orzusi oydan oydin qiz. Siz o'sha kulgusi qo'ng'irog'imsiz. Maylida kimgadir yoqsa, yoqmasa, ularga qo'shilib yig'lasharmidik. Biz baxtli bo'lamiz Xudo xohlasa. Xudo xohlamasa uchrasharmidik. Rayhon, hidlaringni yo'llarimga sep. Kut meni har oqshom ko'kda oy chiqqach. Faqat yig'lamagin, gunohim ne deb. Aybing onang seni chiroyli tuqqan. Menga bir tabassum hadya et, ey yor. Nur tomsin lablaring sohillaridan. O'zing ayt, sendey qiz yana qayda bor? Kipriklari uzun kokillaridan. Iymanib yashama xayol pinchida. Yoyil yayra jonim o'rtanma g'amda. G'iybatlarga chida, tuhmatga chida. Sen axir bittasan yorug' olamda. Men esa oshig'ing, sening eng g'arib. Tundan so'z axtarib tongga tutguvchi. Seni yoningda ham seni axtarib, seni yoningda ham seni kutguvchi. Ista, tiz cho'kaman hozir oldingda. Sevdim, sevganimdan uyalmoq nechun? Barcha farishtalar sening qalbingda, ijarada turgan qizlar men uchun. Biz baxtli bo'lamiz Xudo xohlasa. Xudo xohlamasa uchrasharmidik. Bugungi kunning asosiy sababchilariga yana bir bor baxt tilaymiz. Hayotingiz ushbu tortlarimizdek shirin va totli bo'lishligini tilab qolamiz. Ana endi aziz mehmonlar, hurmatli aziz do'stlar, davramizning markaziy qismiga bugungi tantanamizni dastlabki daqiqalarda o'zlarining chiroyli tilaklari bilan, qolaversa samimiy niyatlari bilan ishtirok etgan hurmatli aziz kuyovimizni amakijonlariga yana bir bora yuzlansak, marhamat qilib kuyovimizni amakijonlarini davramizning markaziy qismiga takroran taklif qilamiz, chorlaymiz. Mikrofonlarimiz qarshi tomon taklif qilgan bo'lardik va bu galda kuyovimizning amakijonlaridan chiroyli niyatlar bilan birgalikda, davomiy uslubdagi samimiy tabriklar bilan birgalikda dasturxon hurmati, non hurmati go'zal duolarni ham tinglash baxtiga musharraf bo'lamiz. Oldinda sizu bizni ajoyib jarayonlar davomiy uslubda qarshi olish arafasida bo'ladi. Marhamat qilib hurmatli amakijonlarimizni davramizga chorlagan edik va ular badiiy sahnamiz markaziga birgalikda tashrif buyurishmoqda. Yana bir bor assalomu alaykum. Bu galda chiroyli niyatlar bilan birgalikda ajoyib duolarni ham yo'llab qo'yamiz. Keling ularimiz tomon marhamat. Rais buva, avvalambor o'zingizga katta salom. Mana bugungi olib borilgan tadbirda chiroyligina, yaxshigina o'tkazdingiz. Hurmatli aziz mehmonlar, opa-ukalar, aka-singillar, mana bugun to'y tantana, mana jiyanimiz, nabiramiz Muxlisajonda ham mana bugun nikoh to'y kunlari, mana xudolar bilan o'tirdik. Anchagina davralar yaxshi bo'ldi. Nimadir niyat qilaman. Niyatimiz shuki, shu 2 yosh o'ssin, qo'shganlarim bilan qo'shcha qarishsin. Shularni ota-onalari nima niyat qilgan bo'lsa, niyatlari yetishsin. Kelgusi yillar mana shu vaqtlar oltin beshiklar olib boraylik. Hammalaringizga yaxshi kunlar, eng yomon kunlaringiz mana shunday bayram, to'y, tantanalar o'tsin. Hammangizga sog'lik, salomatlik, ishlaringizga omad. Rahmat rais bo'l. Hurmatli aziz mehmonlar, mana bugungi kuyov kelinlarimizni shodiyona kunlariga yaxshi yig'ilib, yaxshi o'tirib, mana shu bazmga ishtirok etganlar butun mehmonlarga o'zimizning hurmat bilan rahmatlar aytamiz. Kelin kuyovlarimiz kelajakda baxtli taxtli, uvali juvali, ser davlat, ser farzand, solih oilalardan bo'lishiga Allohdan so'rab qolamiz. Doimo mana shu o'tirgan odamlarni
Shu birodarlarimizni hammalarini xonadonlariga Alloh yaxshi kunlarni ato qilsin. Nimaki niyat qilgan bo'lsanglar, Alloh ijobat qilsin. Kelganlar uchun kattadan katta hammalaringizga rahmat. Alhamdulillahi robbil alamin val aqibatu lil muttaqin. Va salatu va salamu ala rasuliki Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Allohu akbar. Rahmat. Minnatdorchilik izhor etamiz. Rahmat. Chiroyli duolarni ham guvohi bo'ldik. Men Asjon deyotgan gapim, aytayotgan isteğim, tilayim, bolam, sen avvalambor baxtli bo'l. Omon bo'l. Sog' bo'l. Men nimani aytamanki, ota-onangni boshiga omon bo'l, sog' bo'lgin desan. Keyin sen bilan shunday gaplashaylikki, omadingni Allohga o'zi bersin bolam. Salomat bo'l bolajonim. Rahmat. Sizga ham minnatdorchilik izhor etamiz aka. Yana bir bor baxt tilaymiz. Aslidan aka baxtli bo'ling. Nasib etsa sizlarni kelajakda farzand to'ylaringizda ham ishtirok etishlik barchamizga nasib qilsin. Qatnashishlik nasib qilsin. Ana endi hozir kelin-kuyovlarimizni maxsus taronalar og'ush ostida davramiz markaziga taklif qilgan holatda sevgi raqsi, romantik valslarga taklif qilamiz. Ana undan so'ng ularni maxsus taronalar og'ush ostida ham o'z baxt qo'shangalari tomon kuzatib qo'yish arafasida bo'lamiz. Undan avval esa aynan bevosita talablarga binoan kelin-kuyovlarimizni ajoyib valslarga chorlaymiz. Marhamat. bir daryo o'tib borar misli go'yo, o'tdi qancha bahorlar, Layli Majnunlar sevishganlar. Hali ham o'chmas yodimda seni uchratgan kunimda, baxtimni topdim sevgimda, armonim yo'q bu dunyoda. Salom sevgim g'unchasi, ko'nglim erkasi, yuragim nolasi. Senla birga bo'lsam qalbim malikasi, kel seni baxtli qilarman o'zim. Azizim ko'zing kulsin, nurlarga to'lsin, hamisha sevgilim. Bir umr yoningda bo'layin men o'zim, seni baxtiyor ko'rsin ko'zim. Ketsa ham farishtam o'shasan, bir umr hayotimda bo'lgin yonimda, menla birga. Mavi munchoq ko'zlaringda sevgimizni aksi bor, qayg'u alamlar bizlardan salom sevgim g'unchasi, ko'nglim erkasi, yuragim nolasi. Senla birga
sevgilim Bir ömür yaningda bo'layin men o'zim Seni baxtiyor ko'rsin ko'zim Hoşça kalın, bakli guli